Yani aldıda bir hadis okugan toq söhbetimizning oldida Hakim Abdullah ibn Umardan rivoyat qilgan hadisda iymon bilan haya ikkisi bir jo'p. Birisi yo'qolsa, yana birisi yo'qoladi. İkisinin o'rtasidagi munosabat mavjudlik munosabati. Mavjudlik munosabati. Ya'ni buni tushunish uchun biz bir sifat bilan sifat egisining o'rtasidagi munosabatiga bir misol kelsak bo'ladi. Buni tushunish uchun bir qush uçudu. Qush bir sifat egisi. Yani uçuşdan ibaret sifat egisi. Bir qush uçalaganda andan o qushuludu. Endi mushu qushdan uçuş degan sifat yo'qolib ketsa, onun bulanmaydi. Qush bulanmaydi. Bu gap nimaga mas qiladi bu gap? İman bir zat olsa, bir vücut olsa, xuddi qushga o'xshash. Buning asosiy sifati, xuddi qushning asosiy sifati uchish bo'lgandek haya. İman yo'qolganda, nima haya yo'qolganda, u hayosiz, haya yo'q imonninki hech bir nimasi bo'lmaydi. Ani xuddi ucholmaydigan qushning qushlanmaganga o'xshashlan bir masala. Masalan, Alloh subhanahu va taolo mushunga o'xshash bir ma'no yana Sura Ahzabning 39-oyatida da'vatchilarni Allohning dinini boshqalarga yetkazadiganlarni sifatlab deydi: "Allazina yuballighuna risalatillah va yakhshawnahu." Allah'ның dinini başkalarına yetkizdiğin, Allah'tan korkuduğun. Mesela okşanlangan. Qush uçudu, o okşaş davetçi Allah'tan korkucu oluş gerek yani. Bir adam dinini davet kılganlık kılalım, o Allah'ın razılığa insan emez. Misal şekilde davetimiz. Çünkü Allah'tan korkuş gerek, başkalarından korkmaslık gerek. Batıl sözlerini kılmaslık gerek, küçüklerden razı kılış için. Qo'rqib haqni deyishdan sukut qilmaslik kerak. Agar ashta bo'lib qolsa, xolos. U garchi da'vat qilayotgan bo'lsa-mu, yuqorqidek da'vatchida tepiladigan sifat bo'lmaganida uning da'vati tugaydi. Demak, har qanday bir sifat egisininki, mavjudninki, vujudninki sifat bilan munosabati qanday bo'lgan bo'lsa, iymon bilan hayoning munosabati ana shunda. Hayo bo'lmagan iymon, o iymon olmaydi.